Assalomu alaykum bizlarni kuzatayotgan kuzatuvchilar. Sizlarga kapteningizdan qisqacha obzor, asosiy gaplashadigan narsamiz turk hadovoy to'g'risida bo'ladi. Mana bu narsamiz turk hadovoy bo'ladi. Xo'p, bu yerda sizlar sirkulyatsiyaning 6 ta narsimizni ko'rishingiz mumkin. 3 ta narsimiz radiator uchun, 3 ta narsimiz tubli pol uchun. Marsarda ikkinchi etaj, birinchi etaj. İkinci etaj, birinchi etaj patlar. Tubli pollar bizga bunaqa turk hadovoy degan narsa qo'yiladi. Bu nima uchun? Tubli polni baland gradusda yoqib bo'lmaydi. Misol uchun siz radiatorni 60 gradusda yoqsangiz, tubli polga unaqa gradus bera olmaysiz. Tubli polni gradusini pastroq yoqasiz. Mana bu bizning turk hadovoyimiz. Suvni qo'pol qilib aytganda aralashtirib beradi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Padachamiz ketyapti, bu yerda obratkamiz qaytyapti. Turk hadovoy o'z nomi bilan 3 yo'layli, 3 ta xodli obratkadan olib turib, chachishtirib beradi. Hozir mana yopib o'tiribdi. Strelka bu yerda turganda, bu yoqni yopolman deyapti. Bu yoqqa qilsanglar buni yopadi, suxoy aylanadi. Beshga qo'yib qo'yilsa, padachadan ham, bu yerda yengil issiq suvdan ham oladi, obratkadan ham olib turib, aralashtirib illoq qilib beradi. Turk hadovoy mana shu vazifani bajaradi. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.